Assalomu alaykum mening obunachilarim. Bugun sizlar bilan birgalikda biz Grand Mobile'dan noldan ko'tarilamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Grand Mobile'dan noldan ko'tarilamiz. Noldan ko'tarilganda birinchi leveldan. Biz birinchi leveldan ko'tarilganimizdan keyin biz albatta nima qilishimiz kerak? Qo'limizdan kelgancha hamma zadaniyani qilib chiqish kerak. Bu zadaniya bizga nima beradi, nima qiladi? Zadaniya bizga nima deydi, daraja ko'tarishga, ya'ni o'yindagi levelimizni ko'tarishga yordam beradi. Birinchi qiladigan ishimiz bu skuter olish. Skuter olgandan keyin ikkinchi mana bu yerga o'tib получение гражданства, ya'ni pasport olishimiz kerak. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Правительствоga borishimiz kerak. Правительствоga keldik mana. Правительствоda biz kelamiz. Viktoriyani oldiga boramiz deb pasportni olamiz. Oldik mana. Olganimizdan keyin mana bu pasportimiz ko'rinadi mana. Birinchi использовать. Mana biz pasportga egamiz. Endi bundan keyin qilinadigan ish albatta medkarta olishimiz kerak. Ketma-ket hamma zadaniyani qilishimiz shart. Undan keyin albatta aytganimdek mana bu nima adashibman. Uchinchi qiladigan narsamiz bu bizni oladigan narsamiz planshet olishimiz kerak ekan. O'zimiz kelamiz, ya'ni olamiz. Xo'p, endi bularni video boshida ko'rib boraverasiz. Endi aytmoqchi bo'lganim sizlarga, men 26-serverda konkurs qilmoqchiman. Agar konkursga qatnashaman deydigan bo'lsangiz, nima deydi? Konkursga qatnashadigan bo'lsangiz, like, obuna va ko'p kommentariy, ya'ni kommentariy yozgan odamni nimasi bitta ham like to'plamagan bo'lishi kerak. Unaqa qilmaymiz. Shunaqa eng ko'p kommentariy yozgan odamni aniqlaymiz. Xo'p, mana medkarta ham olib bo'ldik. Medkartadan keyin biz avtoshkolaga boramiz. Nimaga boramiz? Avtoshkolada biz prava olishimiz kerak. Xo'p, qarab olsam avtoshkolaga ketdik. Qani, отменить qayerda? Qani, kartaga bosamiz. Xo'p, endi kartadan ko'rdik, mana keldik. Har bir ekzamen bu joyda 250 rubl, ya'ni 250 so'mda bizda. Qani, kamida mana bu testlar esimdan chiqqan. Harakat qilib ko'ramiz hozir. Xato ketdi. Xo'p, ikkinchi urinish. Aniq 3-urinishda olaman men. Xo'p. Va xato ketdi. Xo'p, mayli, mana oxirgi urinish. Xo'p, ana endi yana xato ketdi. Mayli. Olaman, aniq olaman hozir. Qani. Xo'p. To'g'ri ketyapmiz. Undan keyin nima bor u, ana vojdeniyasi bor. Vojdeniya qilamiz hozir. Mana vojdeniyaga keldik. Vojdeniya mana oxiriga keldim men. Ana yurganlarni ko'rsatib o'tirmadim. Ozgina kesib tashladim. Faqat undan keyin bu yerga kelgandan keyin boshlangangizda qanaqa qilib boshlangan bo'lsa, oxirida ham shunaqa qilib tugatib qo'yish kerak. Masalan, shunaqa qilib turadi, aslida shunaqa qilib qo'yamiz. Undan keyin bizga mana 3 kunga nima beradi? Mashina. Endi biz stoyankaga boramiz. Stoyankadan mashinamizni chiqaramiz. Ya'ni Vatervodagi stoyankaga ko'rsatyapti. Boramiz, bu ham zadaniya. Qaramasam keldik mana. Qana bitta bir nima qilib ko'ramiz. 1 2 o'xshamay qoldi. Oh no. Ketaveramiz. Hozir bergan mashinani ko'rsatamiz. Bizda Lambo Huracanmi bor. Shunaqa mashinami bor-da bizda. Hozir ko'rsataman. Mana menda bor mashinalar Lambo Huracan va Mercedes. Hammasi времени. Bizga bergani ana Mercedes, Lambo Huracan u promokoddan olganman. Xo'p, biz Huracanni chiqaramiz, Lamboni haydaymiz. Lamboni olganimizdan keyin shu zadaniya biz albatta kiyim olishimiz kerak. Одежда magazinga boramiz. Endi ketdik.
Xo'p, keyingi video nima haqida bo'lishi haqida yozib qoldiring kommentariyaga. Mana Adreja magazin admin. Xo'p, mana kartalarni ko'rsataman mana. Xo'p, biz keyingi videolarda katta konkurslar qilamiz. Ya'ni konkurs bo'lganda endi konkurs ham qilamiz to'g'ri, lekin merga ham teleport qilishimiz mumkin agarda biz bilan ya'ni kommentariyaga aktiv, layk, obuna bo'lsa, biz sizni merga taklif qilib, ya'ni media olamiga taklif qilib, Mr. Beastga o'xshab videolar olamiz. Ya'ni ko'p bizni obunachilarimizni nima qilamiz? Ko'p yig'ib, bittaga yig'ib, har xil o'yinlar o'tkazamiz. Xo'p, bu zadaniya qilib bo'ldik. Endi Grand Shawarmaga shawarma olishimiz kerak. 200 so'm o'zi, xudo 200 so'm. Olganimizdan keyin buni ham bo'ldik. Undan keyin qanaqa zadaniya kim biladi, qani ko'ramiz. Hozir shawarmani yeb tashladik ikkasini ham. Xo'p, keyingi zadaniya bizda ekspeditsiya, ya'ni biz shaxtaga boramiz, shaxtada ishlaymiz. Qanamasam shaxtani ko'rsataman. Shaxta uzoqroqda, lekin boramiz. Qani shaxtaga go deydi-yu. O'tiramiz va birdaniga shaxtada paydo bo'lib qolamiz. Qani bitta bir zo'r bir nima qilaylik, qani mashinani uchiramiz bir. O'xshamay qoldi. Oldidan tushishim kerak lekin. Mayli. 3-nimada o'xshataman. Xo'p. 3-urinishda boya skuterda o'xshatolmadim, mashinada ham o'xshatolmadim. Aniq keyingi urinishda o'xshataman. Xo'p, qani keyin kelamiz, to'xtaymiz va shaxtar, главный shaxtarning oldiga boramiz. Xo'p, mashinani ta'mirlab o'raylik va o'tirib, nima deydi, o'chirib qo'yishimiz kerak, bo'lmasa benzin tugab qoladi. Xo'p, endi o'chirdik, qulfladik. Endi shaxtarning oldiga boramiz. O'zi 100 kilogramm qilishimiz kerak-da bu nimani. Zadaniyalarim ham oson, oldinlari qiyin edi. 1000 tami nima qilish kerak edi? 1000 tami, 200 tami kilogramm tashish kerak edi. Xo'p, men ishlaganimni to'liq ko'rsatib o'tirmayman. Boshi va oxirini ko'rsataman. Xo'p. Savollaringiz bo'lsa, nima bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Undan keyin yangilik bor. Grand Mobile'da nima deydi? O'zbekiston serveri ochiladi yaqinda. Главный adminlar, главный proyekt yaratgan odamlar bilan gaplashdik. O'zbekiston serveri albatta ochiladi. Yaqin kunlarda, aniq sanasi aniq emas, lekin yaqin kunlarda o'zbek serveri ochilishi aniq. Xo'p, endi shularni ko'rib chiqamiz. Menimcha Xo'p, endi buni ham qilib bo'ldik. Keyingi zadaniya bizda nima bo'lar ekan? Xo'p, mana nima qilar ekanmiz? Restoranga borar ekanmiz. Restoranda ya'ni kola olamiz. Kolami bir nima olamiz. Mana keldik restoranga. Maslahatim, hamma zadaniyani qiling. Keyingi videoda men zadaniyani davomini qilib ko'rsataman sizlarga. Hammasini ketma-ket qilib chiqamiz. Keldik, endi boramiz. Pagatimiz biz. Qo'limizda 50 ming pul bor. Coca-Cola oldik. Xo'p. Endi ichamiz-da buni. Xo'p, keyingi zadaniya albatta nimada bo'ladi? Pochtada bo'ladi. Mana pochta. Shu joyda bo'ladi keyingi zadaniya. Qani bo'lmasam pochtaga ham boraylik. Pochtada nima deydi? Pochta o'zi bunaqa narsa-da, sizni keysdan tushirib olgan narsangiz yoki bir narsadan, postomatdan olgan narsalaringizni pochtadan borib olsangiz bo'ladi. Xo'p, qani pochtaga ketdik. Go. Xo'p, mana keldik, mana pochtaga ham. Pochtada parkovka qilib chiroyli qilib qo'yamiz biz mashinani. Qani uramiz Rolls-Royce'ni. Ana urdik. Ana chiroyli qilib qo'yamiz mashinani. Ana biz Lamborghini'miz bo'lsa, Lambo Hurka. Времени bo'lsa ham bizga baribir. Xo'p, ketdik. Endi boramiz. Keldik. Ishlaymiz.
Oldin 100 ta edi, 10 taga kamaytirildi bu. Bo'lmasa boshladik. Tak. Mana bularni hammasini to'liq ko'rsatib o'tirmayman, kesib sizlarga ko'rsatyapman. Bo'lmasa ko'p video vaqti ko'payib ketadi. Bo'lmasa shuning uchun kesib kichkina ko'rsatdim. Ko'rsatyapman sizlarga. Iltimos obuna, layk esdan chiqmasin. Mana bu zadaniyam bo'ldik, bu zadaniyam. Bundan keyingi zadaniya menimcha Twix'dami ishlaymiz Twix'ga. Да, как раз aytganimdek Twix zavod. O'sha yerga boramiz hozir. Bu tarafda nima deydi anavi? Mana batareya bu tarafda. Xo'p, qani bo'lsam ketdik Twix'ga. Xo'p, qani formani yechamiz. Yechdik. 600 so'm ishlayapmiz. Shunda 600 so'm. Bu mayli. Rank ko'tariladi bizda. Uровенimiz ko'tarilib boraveradi. Qancha zadaniya qilsak ham. Xo'p, mana bu yerda bitta nima qilmaymizmi? Qani bo'lsam 1 2 3 ketdik. Suvning ichidan uchib o'taman hozir. Ana. Ana. Keldik mana. Kelganimizdan keyin Lamborghini maqtanish kerak-ku odam. Xo'p, endi keldik. Mana bunda 6 tami, 7 tami qilsangiz bo'ldi. O'sha 500 so'mni topgan bo'lasiz. Ya'ni zadaniya people'ni qilgan bo'lasiz. Eng oxirgi zadaniya shu. Uzoq buni qilishga 1,5 soat vaqtingiz ketadi. Hamma zadaniya qilib chiqishga. Bu prosta boshlang'ich zadaniya. Undan keyin ikkinchi bo'lim bor. O'sha ikkinchi bo'limdagi zadaniyalarni qilib chiqsangiz, hamma zadaniya tugaydi. Undan keyin kunlik zadaniya qiladi. Uni qilishga majbur emassiz. Xohlasangiz qilasiz, xohlamasangiz qilmaysiz. Lekin men hamma zadaniyani tugatganni yaxshi ko'raman. Sababi zo'r bo'lganda o'zimga yoqadi. Anavi zadaniyalar turgani, nima qilgani yoqmaydi. Mana oxirgi zadaniya hozir ko'ramiz mana bu joyda. Menimcha bo'ldik. Chiqib ketib ko'raylik. Yo'q. Yana bitta ozgina qilishimiz kerak bo'lib qolibdi. Yo'q, bo'lgan ekanmiz уже. 270 уже 500 dan o'tib ketdi. Mana bu ikkinchi zadaniya Offshore Westlinia. Buni hammasini nima deydi? Keyingi nimalarda ko'rib chiqasiz. Xo'p, endi kanalga videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling, like bosing, kommentariy yozib qo'ying. Shu aytgan gapimda turaman, ya'ni oldingi videoda ham Grand Mobile'da nimani berdim egasiga 26-serverda. Endi esdan chiqmasin, like va obuna esdan chiqmasin. Bo'lmasa unda hammaga xayr deydi-yu. Sizlar bilan Alex Grand Mobile.